Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Siz ayni damda Madaniy meros agentligi tomonidan jonli tarzda efirga uzatilayotgan navbatdagi audio podkastni tinglamoqdasiz. Bugungi dasturimizda mamlakatimizdagi arxeologiya yodgorliklarini asrash, ularni ilmiy tadqiq etish, konservatsiya va restavratsiya qilishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish hamda arxeologik obyektlarning turizm salohiyatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida bugungi dasturimiz orqali bilib olishingiz mumkin. Shu maqsadda biz dasturimizga Adnan Madaniy meros agentligining mana shu sohaga oid bo'lgan mutaxassislarni taklif qilganmiz. Shamsiddin Rustamov, bular Madaniy meros agentligi arxeologiya bo'limi boshlig'i hamda Yahyo G'ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti bo'limi mudiri Niyoz Rashidovlar. Marhamat, hozir sizlarga birinchi savolni bermoqchiman. Biz odatda arxeologlar deganimizda asosan turli xil arxeologik obyektlarda qazishma ishlarini olib boradigan mutaxassislarni tushunamiz. O'zi arxeologiya sohasi nima? Ya'ni aynan bizga ko'rinib turgan aysbergning qismimi yoki uni ostida yana qandaydir biz bilmagan, tinglovchilarimiz ko'rmagan boshqa mushkulotlar ham, boshqa vazifalar ham bormi? Biz, ya'ni Madaniy meros agentligi arxeologiya, muzeylar, madaniy meros sohasida vakolatli organ hisoblanamiz. Respublikamizdagi moddiy madaniy meros obyektlarining qariyb 60%ni arxeologiya yodgorliklari tashkil qiladi. Arxeologiya yodgorliklari deganda biz faqatgina hozir siz aytayotgan tepaliklar emas, qoyatosh suratlari, mozor qo'rg'onlar, qadim ajdodlarimiz yashab qo'nim topgan makonlar, g'orlarni ham nazarda tutamiz. Endi hozirgi paytda arxeologiya yodgorliklarini soni, ya'ni milliy ro'yxatga kiritilgan arxeologiya yodgorliklarining soni 5000 ga yaqin. Ulardan arxeologiya tadqiqotlari olib borilayotgan, ya'ni qazishma olib borilayotgan obyektlar soni 100 taga ham yetmaydi. Sababi respublikamizdagi obyektlarning juda katta qismi hali o'rganilmagan. Bitta obyektni o'rganish uchun 10 yillab, ba'zilariga 50-100 yillab vaqt ketadi. Sababi har bir obyektda ochilgan hudud avval to'liq, ya'ni madaniy qatlamlar to'liq o'rganilgandan keyin topilgan ashyolar, arxeologiya ashyolari, madaniy qatlamlar hammasi o'rganilib, qazib olinib, konservatsiya qilinadi-da. Ashyolar kabinetning xona rejimiga o'tiladi-yu, ya'ni restavratsiya qilinadi, u tiklanadi, chizmalari qilinadi, ilmiy tahlil qilinadi. Bu jarayonlar juda ko'p vaqtni oladi. Shuning uchun har yili arxeologiya tadqiqoti o'tkaziladigan mavsum bor. Mana shu aprelning oxiri, may oyining boshlaridan boshlanadigan bo'lsa, yilni oktyabr, noyabr oylariga borib arxeologiya tadqiqotlari, qazishmalar deyarli tugaydi. Qazishmalarda topilgan topilmalar muzeyga yetib kelguncha ham bir qancha bosqichlardan o'tadi. Bu haqida, aynan qanday bosqichlar, qanday ishlar qilinishi haqida bizga Samarqand Yahyo G'ulomov nomidagi arxeologiya instituti bo'lim mudiri Niyoz Rashidovdan ham fikrlarini bilsak, aynan mana shu institutda arxeologik topilmalarni qayta ishlash, ularni ko'rgazmaga tayyorlash bo'yicha juda ham ko'plab ishlar qilinadi. Marhamat. Arxeologik jarayon juda uzoq davom etadi. Qazishmalar, restavratsiya, konservatsiya to muzeyga kelguncha bir nechta bosqichlarni bosib o'tish kerak. Muzeyga keladigan obyektimiz, topilmamiz nima ekanligi ham juda ham bog'liq. Misol uchun arxeologiyada juda odamlarimiz ko'pchilik tasavvurida, albatta tabiiy holatda ham shunday, sopol juda ham ko'p topiladi. Agar sopol butun chiqsa qazishma vaqtida, uni muzeyga kelish jarayoni tezroq amalga oshadi. Afsuski, ko'p hollarda sopol siniqlari chiqadi, bo'linganlari chiqadi. Ana shunday holatda arxeolog qazishma jarayonida sopolni avvalambor qayd qilib olishi kerak. Rasmga tushiradi, hisobotida keltiradi, o'lchamlari olinadi, chizmalari chiziladi.
ilmiy qayta ishlanadi. Chunki topilgan sopolni birdaniga muzeyga yetkazib qo'yish uni tushunarsiz holatda tomoshabinlarga yoki odamlarga yetkazish sabab bo'ladi. Shuning uchun topilgan sopol eng avvalambor o'lchanadi, chiziladi, boshqa sopollar bilan solishtiriladi, qaysi davrga xos xususiyatlari o'rganiladi, kerak bo'lsa ma'lum turdagi analizlar olinadi. Masalan, hozirgi kunda sopollarning devor qismidan yoki ostki qismidan qirinda olinadi-da, lipid tahlillari qilinadi. Aynan o'sha sopoldagi lipid tahlillari tufayli sopolda qanday ovqat pishirilgan yoki qanday mahsulot saqlanganligi borasida birlamchi tahlilni olish mumkin. Albatta buni qiladigan mutaxassislarimiz ko'pchiligi hozirgi kunda chetdan, afsuski o'zimizda mutaxassislar bu yo'nalishda biroz anchagina kam, deyarli yo'q hisobi. Bundan tashqari olingan sopolda yana bitta tahlili bor. Ichkari qismida bug'doy, arpa yoki ma'lum bir don qoldiqlari turgan bo'lsa, o'sha qoldiqlarni replika usulida, ya'ni o'shandan qolib olib, qaysi don qoldig'i. Endi tasavvur qiling, bronza yoki neolit davriga oid sopol bo'lsangiz, uni ichidan xonakilashtirilgan bug'doy donini topib olsangiz, bu albatta o'sha vaqtdagi bug'doyni xonakilashtirilganligi yoki masalan ma'lum turdagi o'simlikning xonakilashtirilganligini isbotlovchi dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Demak, bug'doy donlari shuncha yilgacha ham yetishi mumkinmi bizning davrimizgacha? Sopolda tarkibida sopolni ichida qo'shilib qolgan bo'lsa, o'sha o'zi saqlagan forma qoladi. Xo'p, undan keyingi bosqich nima? Ilmiy tushuntirildi, maqola nashr qilindi. Undan keyin albatta muzeygacha yetib borish kerak. Muzey uchun, odamlar uchun qiziq topilma bo'lishi kerak. Muzeyga hamma buyum ham qo'yilmaydi. Albatta muzey xodimi o'sha sopolni olgandan keyin yoki arxeologdan qabul qilib olingandan keyin ma'lum bir muassasalarda uni muzeyga qo'yishda bevosita o'sha ilmiy ma'lumotlarga suyangan holda tushuntirish beradi va bu tomoshabinga ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Aynan mana shu topilmalar jarayonida bitta qiziq topilmani ko'rgan edim. Bu Fransiyada ham namoyish etildi. Samarqandda aniqlangan aynan o'sha yog'och ibodatxona qoldiqlari. Eshik qismida adashmasam, yongani uchun saqlab qolingan, to'g'rimi? Yemirilishga uchramagan yog'och aynan yongani uni bizgacha yetib kelishiga sabab bo'lgan. Kofirqala arxeologiya yodgorligidagi panno bo'yicha gapiryapsiz. Bu arablar bosqinigacha bo'lgan davrga oid Samarqand shahri yaqinida joylashgan yodgorlik. Bu yodgorlikda ancha yillardan beri Samarqand arxeologiya instituti qazishma ishlari olib boradi. Italiya bilan hamkorlikda olib borilgan, Yaponiya bilan hamkorlikda olib borilgan, o'zimiz arxeologlarimiz o'sha mavsumiy qazishmalarni olib borgan u yerda. Yog'och bu organik moddadan tashkil topgan. Yerga tushgandan keyin yog'och bilamiz, chirish jarayoni boshlanadi. Agar yog'och yongan bo'lsa, ya'ni u ko'mirga aylanib qoladi. Aynan o'sha holat uni uzoq vaqt davomida buzilmasdan saqlanishiga sabab bo'lgan. Kofirqala yodgorligidan topilgan panno bir necha marta muzeylarimizda, xalqaro muzeylarda, Parijda, Luvr muzeylarida namoyish qilindi, namoyish qilinyapti. Bu yerda endi o'rtada turgan inson, ya'ni inson qiyofasi har xil talqin qilinadi. Iloh bo'lishi mumkin, podshoh bo'lishi mumkin, bayram nishonlanayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu borada bir nechta ilmiy maqolalar nashr qilingan. Qaysi davrga oid edi? Bu arablar bosqinigacha bo'lgan davr. Aniq yili Taxminan 6-7 asrlarga to'g'ri keladi. Bu topilmani saqlanishi biz aytganimizdek o'sha yonganligi uchun saqlanib qolgan deganimiz bilan bizda Samarqand arxeologiya instituti restauratorlari mana shu topilmani ustida bir necha yillar davomida ishlashdi, tiklashdi, mustahkamlashdi, chizishdi, ma'lum bir kimyoviy ishlov berishdi. Ana o'shandan keyin biz buni ko'ryapmiz. Albatta buni o'sha yaxshi saqlangan deganimiz bilan arxeologlarni mehnati, restavratorlar mehnati juda ham katta. O'zbekiston hududidan topilgan eng qadimiy ashyo o'zi necha yillik tarixga ega? Endi bu hozir aytayotganingiz eng qadimgi ashyo deganda biz arxeologiyada inson yashab mehnat qilib boshlagan davrdan keyingi hayot nazarda tutiladi. Ya'ni insonni o'zi bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Eng qadimgi davrda inson endi to o'sha mehnat qilishni o'rgangunicha
oddiy tosh qurollardan foydalanganda, bu tosh qurollardan o'sha hozir biz ishlatadigan pichoq, xanjar, bolta, bolg'a o'shanaqa maqsadlarda foydalangan. Endi bu tosh davriga borib taqaladi. Miloddan avvalgi 1-million yillikdan to 12-ming yillikgacha tosh davri. Ana shu tosh davriga oid O'zbekistonda bir qancha arxeologik yodgorliklari bor. Mana Farg'ona vodiysida, Toshkentda, Samarqandda, Selungur, Ko'lbuloq, Teshiktosh g'orimiz bor. Nimada? Surxondaryo vohasida. Samarqand makoni bor, Samarqandda. Ana shu arxeologik yodgorliklarida inson qoldiqlari, o'sha davrda yashagan inson tomonidan yasalgan tosh qurollar aniqlangan. Bu tosh qurollar hozirgi ilmiy tilda chopperlar yoki choppinglar deyiladi. Bu bir tomoni, ikki tomoni o'tkirlangan qurollar hisoblanadi. Ana shu tosh qurollar hozirgacha yetib kelgan. Bu tosh qurollar asosida biz O'zbekistonda yashagan insonni eng qadimgilarini aniqlaymiz. Eng qadimgi inson turlarini aniqlaymiz. Ya'ni suyak qoldiqlaridan ham aniqlash mumkinmi? Ha, suyak qoldiqlari ham aniqlanadi. Ana shu suyak qoldiqlariga qarab bizda yashayotgan insonlarni endi qachondan beri yashab kelayotganligini hisoblaymizda. Masalan, Selungur g'oridan topilgan o'sha inson qoldiqlarini, Teshiktosh g'oridan topilgan inson qoldiqlarini, mana Farg'onadan topilgan inson qoldig'ini tarixchilar Farg'ona odami yoki Fergantrop deb atagandi. Nimada Teshiktosh g'oridan topilganini Germaniyada Neandertal g'orida topilgan inson qoldig'i bilan teng yoshi deb, uni ham Neandertal bola suyagi deb nima qilishgan, taxmin qilishgan va ilmiy tahlil berishgan, ma'lumot berishgan. Ana shular bizga birinchi topilmalar deb hisoblaymiz. Insonni qoldiqlarini, insondan keyin uning qilgan ishlari, mehnati natijalari. Aynan mana hozir ta'kidlab o'tdingiz, juda ham qadimiy tarixga ega o'tmishimiz bor. Arxeologik yodgorliklarimizni deyarli mana hozir hisob-kitob bo'yicha demak 10% ga ham yetmaydi o'rganish, tadqiqot ishlari olib borilayotganlari. Saqlab turish uchun qilinayotgan ishlar haqida aynan qanaqa yangi texnologiyalar bor mana shu joylarni saqlash uchun? Arxeologik obyektlarni saqlash, konservatsiya yoki restavratsiya qilish, ularda tadqiqot olib borish uchun O'zbekiston hududida bir nechta tashkilotlar bor. Samarqand arxeologiya instituti, antropologiya instituti fanlar akademiyasida, viloyatlarimiz markazlaridagi oliygohlar, muzeylar, tarix fakultetlari, arxeologiya bo'limlari, bular hammasida demak juda ham malakali bo'lgan mutaxassislarimiz bor va ular ishlashyapti. Mavjud arxeologik yodgorliklarni saqlab qolish uchun ularni demak eng avvalo topib olish kerak. Razvedka qilinadi. O'sha razvedka tadqiqotlarining davomida yangi turdagi arxeologik obyektlar qayd qilinadi, ularning hududlari belgilanadi. Qonunchilikka asosan milliy ro'yxatga kiritiladi va ular o'sha rasmiylashtirilgandan keyin davlat muhofazasiga olinadi. Mana shu tomonlama arxeologik yodgorliklar soni hozirgi kunda 5000 atrofida deganimiz bilan aslida soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin va boya aytganimizdek razvedkalar va yangi tadqiqotlar bularni sonini yana ham oshirishimizga sababchi bo'lishi mumkin. Ularni muhofaza qilish uchun oxirgi yillarda bir nechta qarorlar, farmonlar, qonunlar qabul qilindi va ma'lum darajada mana shu obyektlarni saqlashga bu qonunlarimiz xizmat qiladi. Bir aholi yashaydigan hududda arxeologiya obyekti aniqlandi, lekin u moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilmagan. Qanaqa bosqichda buni davlat ro'yxatiga kiritish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi? Ya'ni muhofazaga olish bo'yicha. Va qanday talablar, qanday cheklovlar qo'yilgan? Arxeologik yodgorligi aniqlangan taqdirda, ya'ni u yerdan ko'zami yoki arxeologik ashyomi nimadir topilsa ham, u xulosa olingan paytdan boshlab davlat muhofazasiga olingan hisoblanadi. Bu qonun bilan belgilab qo'yilgan. Toki kadastrga kirguncha, ya'ni kadastr rasmiylashtirilib muhofazaga olinguncha. Bu xususiy bo'ladimi, davlat mulki bo'ladimi farqi yo'q. U mana shu arxeologik yodgorligi sifatida birdan o'sha muhofazaga olinib, qonun himoyasiga o'tadi. Uni milliy ro'yxatga kiritish jarayoni esa o'sha arxeologik yodgorligida
tadqiqot olib borilishi va tadqiqot xulosasi asosida Madaniy meros agentligining ilmiy ekspert kengashiga so'rov yuborilishi bilan davom etadi. Ya'ni ilmiy ekspert kengashiga so'rov kelib tushadi. Aynan mana shu hududda arxeologiya yodgorligi aniqlandi. Arxeologiya yodgorligining davri mana shu, hududi mana shuncha degan xulosalar bilan birgalikda kengashga kelib tushgandan keyin ilmiy ekspert kengashi tomonidan ko'rib chiqilib, milliy ro'yxatga kiritish yoki kiritmaslik to'g'risida xulosa beriladi. Aynan shu xulosa asosida Madaniy meros agentligi direktorining buyrug'i qabul qilinadi va buyruq asosida Vazirlar Mahkamasining 2019-yildagi 846-son qaroriga kiritiladi. Obyekt atrofida nimalar qilish mumkin, nimalar qilish mumkin emas va aynan arxeologiya obyekti hamda fuqarolar yoki o'sha joydagi insonlar o'rtasida qanaqa yoki himoya qilish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Endi arxeologiya yodgorliklari milliy ro'yxatga kiritilgandan so'ng ularni toifasi ham qayd etiladi. Ya'ni ular mahalliy, respublika va umumjahon darajasidagi yodgorlik bo'lishi mumkin. Ana shu toifasiga qarab arxeologiya yodgorliklarini atrofida yoki hududida olib boriladigan ishlar, taqiqlar belgilanadi. Bizda 2019-yilda Vazirlar Mahkamasining 265-son qarori bilan arxeologiya yodgorligi, umuman moddiy madaniy meros obyektlarini qo'riqlanadigan tegralarini belgilash tartibi belgilangan. Ana shu qo'riqlanadigan tegra deganda biz shu moddiy madaniy meros obyekti farqi yo'q, arxeologiyami farqi yo'q. Ularni 3 ta asosiy tegraga bo'lamiz, hududga bo'lamiz. Birinchi hudud, ya'ni qo'riqlanadigan tegrani birinchisi bu muhofaza tegra. Nomi, o'sha atalishi muhofaza tegra. Muhofaza tegra tushunchasi bu obyektni o'zi kadastr hujjatida kiritilgan hudud. Bu muhofaza tegra hisoblanadi. Ikkinchi qismi tabiiy landshaft tegrasi. Bu arxeologiya yodgorliklarida ko'proq bo'ladi. Ya'ni arxeologiya yodgorligi qaysidir kanalni, qaysidir tog'ni, qaysidir yo'lni bo'yida joylashgan bo'lishi mumkin. Ana shu arxeologiya yodgorligidan o'sha tabiiy landshaftgacha bo'lgan hudud hisobga olinadi. Masalan, arxeologiya yodgorligining kadastr hududidan 10 metr u yoqda kanal bo'lsa, ana shu kanal chegara bo'ladi. Sababi aynan o'sha kanaldan u yog'iga xalq o'tmagan. Ya'ni o'sha yerda yashagan xalq, arxeologiya yodgorligida yashagan xalq undan u yog'iga o'tmagan. Sababi kanal chegara bo'lib o'sha davrda ham. Bu tabiiy landshaft chegarasi deganda ana shu hisob nima qilinadi, inobatga olinadi. Keyingisi qurilish ishlari tartibga solinadigan tegra. Qurilish ishlari tartibga solinadigan tegra ko'proq arxitektura yodgorliklari, monumental san'at yodgorliklariga to'g'ri keladi. Bu arxeologiyada ham bor. Yodgorlikni 100 metrdan 300 metrgacha bo'lgan hududda, ya'ni muhofaza tegrasidan, kadastr hujjatida belgilangan tegradan 100 metrdan 300 metrgacha bo'lgan hududda qurilish ishlarini tartibga soladigan tegra hisoblanadi. Bu yerda olib boriladigan har qanday qurilish, melioratsiya ishlari, yer qazish, yer tuzish ishlari Madaniy meros agentligining ilmiy ekspert kengashi bilan kelishilishi shart. Hozir shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Aynan mana shu audio podkastni tinglayotgan Telegram kanalimiz kuzatuvchilarida mutaxassislarimizga savollari bo'lsa, murojaat qilishlari, yo'llashlari mumkin va o'zlarini qiziqtirgan savollarga hozir jonli ravishda javob olish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Ko'p kuzatganmiz ommaviy axborot vositalarida yoki xabarlarda falon arxeologiya obyekti buzildi yoki unga zarar yetkazildi. Zarar qiymati 3 milliard bo'ldi, 28 milliard bo'ldi, 4 milliard bo'ldi. Aynan mana shu summalar qayerdan kelib chiqadi? Bu yodgorliklarga, moddiy madaniy meros obyektlariga zarar yetkazilishi va unga zarar hisoblanishi Vazirlar Mahkamasining 2019-yildagi 265-son qarori bilan tasdiqlangan davlat nazoratini o'tkazish tartibida ko'rsatilgan. Ana shu tartibni ilovasida zarar hisoblash metodikasi alohida qayd qilingan. Shu metodika asosida har bir arxeologiya va arxitektura farqi yo'q, har bittasini kriteriyasi belgilangan. Alohida kriteriya bor, ballar qo'yiladi. Birinchi o'rinda zarar miqdori olingan, o'sha zarar yetkazilgan tuproq hajmi olinadi. Tuproq hajmi olingandan so'ng birdan shu hozir aytayotganim kriteriyalar asosida umumiy ball hisoblanadi.
Ya'ni masalan arxeologiya yodgorligi bo'lsa 35 ball, agar uni davriyligi 9-asrgacha bo'lsa 40 ball, undan keyingi davr bo'lsa 30-20 ball qilib ballar umumiylashtiriladi. Oxirida umumiy, ya'ni tuproq zarar yetkazilgan tuproq hajmi, ball va o'sha kundagi zarar aniqlangan kundagi bazaviy hisoblash miqdori birgalikda ko'paytirilib, zarar miqdori chiqariladi. O'zbekistondagi arxeologiya sohasidagi ishlarni o'sha xalqaro miqyosidagi o'rnimi yoki hamkorlik masalalari bo'yicha, uni bizni arxeologiya merosimizni butun dunyoga ko'rsatish bo'yicha qilinayotgan ishlar, hamkorliklar haqida ham tinglovchilarimizga ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Arxeologik obyektni dunyoga tanitish uchun yana nimalar qilsa bo'ladi? Eng avvalambor qazishma jarayonida olingan topilmalarni, materiallarni ilmiy jamoatchilikka yetkazish eng birinchi masala hisoblanadi. Bunda topilgan topilma tushuntirilishi, o'sha topilmaning ahamiyati, qanchalik tarixiyligi, nima vazifani bajarganligi yoki bo'lmasa aynan nima uchun qo'llanilganligi, qayerlarda ishlatilganligi kabi masalalarda ushbu topilmani ilmiy nashrlarga chiqarish mumkin. Bunda ko'pchilik olimlar, dunyodagi boshqa arxeologlar ham bundan xabar topadi, tarixchilar xabar topadi va sizni o'sha ishingizni qaysi nashrga berishingiz ham katta ahamiyatga ega. Bunda eng yaxshi arxeologiya sohasiga bag'ishlangan jurnallar, ilmiy jurnallar, ilmiy ommabop jurnallar va internet saytlari birlamchi o'rin tutadi. Tinglovchilarimizdan kelib tushgan savol bor. Niyoz akaga savolim quyidagicha deyishgan. Ya'ni arxeologik topilmalar ilmiy qazuvlardan muzey ekspozitsiyasigacha bo'lgan jarayonda ko'pincha o'z ilmiy kontekstining bir qismini yo'qotadi. Sizningcha arxeologlar va muzey mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikni qanday yo'lga qo'yish kerakki, eksponat nafaqat namoyish etilsin, balki uning ilmiy qiymati ham to'liq saqlanib, keng jamoatchilikka yetkazilsin? Bu topilmani qanaqa topib aytganimizdek, qaysi topilmaligiga bog'liq. Gap sopol haqida ketyaptimi, inson suyak qoldiqlari haqida ketyaptimi yoki joyidan ko'chirib bo'lmaydigan o'sha biz bilgan arxitektura qoldiqlari haqida ketyaptimi? Shunga juda ham bog'liq. Ilmiy kontekstini bir qismini yo'qotish degan masalaga juda ham qo'shilmayman. Chunki arxeologik qazishma jarayonida arxeologlar kundalik yuritib borishadi, o'sha joyni rasmlarga tushirishadi, qayd qilishadi, hisobotlar yozishadi va o'sha hisobotlar har doim bir nechta nusxalarda arxivlarda saqlanadi. Topilgan topilmani qanday topilganligi, qay sharoitda topilganligi albatta o'sha hisobotlar vositasida ko'rilishi mumkin, ilmiy konteksti qaytadan o'rganishi, tiklanishi mumkin. Endi istisno holatlar bo'lishi ham mumkin, buni rad qilib bo'lmaydi. Ba'zan o'sha topilma haqida juda ham kam ma'lumot qoldirilgan bo'lishi ham mumkin. Buni to'g'ri tushunamiz. Muzeylashtirish jarayonida albatta muzeylar bilan hamkorlikka bizning institutimiz, menimcha Madaniy meros agentligi har doim ochiq va istalgan muzey biron bir topilmani o'zlarida namoyish qilishmoqchi bo'lsa yoki ma'lum bir davrni yoritmoqchi bo'lsa, albatta arxeologlar bilan hamkorlik qilishga har doim imkoniyat, sharoit yetarli darajada topiladi. Bu narsani albatta birgalikda qilish mumkin. Bu qonunchilikda ham bunga yo'l beriladi va hech qanday bir cheklov yoki bir to'siq ko'rmayapman bu yerda. Rahmat. Navbatdagi savolimiz Farg'ona viloyatidagi tinglovchimizdan kelgan ekan. Savol tushunarli bo'lishi uchun so'zma-so'z o'qiyman. Assalomu alaykum. Men Farg'ona davlat universiteti muzey menejmenti va madaniy turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Hozirda biz yoshlar jamoasi bilan Smart Muzey 2.0 nomli raqamli muzey platformalarini yaratish loyihalari ustida ishlayapmiz. Asosiy maqsadimiz arxeologik topilmalarni uchida skanerlash va ularning yuqori aniqlikdagi virtual nusxalarini yaratish. Shu o'rinda ikkita savolim bor edi. Samarqand arxeologiya institutining qazishma yoki xalqaro ekspeditsiyalarida biz kabi yoshlarga aynan raqamli arxeologiya bo'yicha amaliyot o'tash imkoniyati mavjudmi?
birinchi savollari ekan. Ikkinchi savollari: kelajakda institutning noyob arxeologik topilmalarini o'zimiz yaratayotgan platformalarga 3D formatda joylashtirish yoki turistlarga ko'rsatish bo'yicha amaliy hamkorlik qilsak bo'ladimi? Savol uchun kattakon rahmat. Amaliyot masalasida Samarqand arxeologiya instituti ekspeditsiyalari, mahalliy olimlar jamoasidan iborat bo'lgan ekspeditsiya yoki xalqaro ekspeditsiyalarimizda qatnashish, unda ishtirok etish har doim mumkin bo'lgan. Biz mana shu yil ham e'lon, institutimizda Telegramda kanali bor. O'sha yerda e'lon joylab boramiz har doim. Shu yil ham joyladik. Adashmasam aprel yoki may oylarida edi. Ya'ni biz pul to'lanadigan amaliyot tarzida o'sha qazishmaga ko'proq talabalarni jalb qilmoqchi bo'ldik. Surxondaryodan, Samarqanddan, Toshkentdan, yana ba'zi boshqa viloyatlarimizdan, Farg'onadan nomzodlar bizga o'zlarini anketalarini yuborishdi va ular aksariyat qismi hozirgi kunda Afrosiyob tepaligida qazishmalarda qatnashyapti. Ya'ni demoqchimanki, agar kimgadir arxeologiya sohasida amaliyot kerak bo'lsa, xalqaro ekspeditsiyalar yoki mahalliy farqi yo'q, ekspeditsiyalarimizda qatnashmoqchi bo'lsa, bemalol institutimizga kelishlari, murojaat qilishlari mumkin. Qanday tartibda bo'ladi bu? Xat bilan murojaat qilish kerakmi yoki og'zaki yozma? Qanaqa tartibini ham tushuntirib o'tsangiz? Biz ekspeditsiyalarni har yil rejalashtirib boramiz. O'sha Madaniy meros agentligidan ochiq varaqa ruxsatnomalar olamiz. Institutimizda o'sha yil boshidan deyarli barcha ekspeditsiyalar rejalashtiriladi va o'sha reja asosida olib boriladi. Agar bizga oldinroqdan murojaat qoldirilsa, yozma bo'lsa ham, og'zaki bo'lsa ham, o'sha ekspeditsiya boshlanish arafasida shartlar kelishib olinadi, xavfsizlik masalasi tushuntiriladi, qazishma jarayonida nimaga ehtiyot bo'lish, nima qilish, hammasi tushuntiriladi va o'sha ekspeditsiyaga O'zbekiston hududidan yoshlarni jalb qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu juda ham qiyin masala emas, juda ham oddiy. Demak, institut ochiq, oson bo'lgan jarayon hisoblanadi. Ikkinchi savol: noyob topilmalar bo'yicha 3D skanerlash va virtual muzey yaratish g'oyasi ustida ishlayapmiz deb savol beribdilar. Juda ham yaxshi, biz xursand bo'lamiz. Albatta fondlarimizda, muzeylarimizda, hamma joyda juda ham ko'p topilmalar bor. Hozirgi kunda zamonaviy muzeylarda aynan virtual ekspozitsiyalar tashkil qilish yoki bo'lmasa mavjud topilmalarni raqamlashtirish birlamchi o'rinda turadi. Shuning uchun bizdagi, misol uchun, ularga qiziq bo'lgan topilmalarni virtual nusxasini yaratish yoki ekspozitsiyasini yaratish bu bizni xursand qiladi. Bu bo'yicha ham biz hamkorlikka tayyormiz. Albatta bizga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelguncha mana shu savol bergan kishimizga yordam beramiz. Rahmat kattakon, javoblaringiz, bergan ma'lumotlaringiz uchun. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz tinglovchilarimiz uchun ham qiziqarli bo'ldi. Madaniy meros agentligi tomonidan kelgusida ham sohalar bo'yicha mana shunday audio podkastlar davomli ravishda o'tkazib turiladi. Rahmat ishtirokingiz uchun. Rahmat.